Hammaga salom. Bugun Oliviyadan olgan narsalarimni raspakovkaga qilamiz. Birinchi bo'lib yuzdagi makiyajni tozalash uchun mana shunaqa tozalovchi suv oldim. Buni mana shunaqa qilib ishlatish kerak. Bu birinchi marta olib ko'ryapman. Oldin ishlatib ko'rmaganman. Ishlatib ko'raman. Endi yog'limi ichi yog'li yo'q, yiltirayapti. Ikkinchisi, men buni anchadan beri ishlataman. Bu korobkada turganda buni qizim olib kelganimda korobkasini ochib qo'yibdi. Yutib qo'yibdi korobkasini. Shunga korobkasini tashlab yubordim. Mana bu yuzni oqartiradi, yaltiratadi, ajinlarga ketkazadi. Yuzni shunaqa silliq qilib qo'yadi. Shunaqa. Yuzni rosa chiroyli yaltiratadi, lekin tekis silliq qilib qo'yadi yuzni. Bular qo'shimchalari, bu esa bu tugab qolgandan keyin bularni ishlatish mumkin qo'shib. Oldin olganim boshqacha edi, bunisi boshqacha ekan. Men bugun boshqa Oliviyanga borgandim. Men bilmaydi. Bu pudra. Pudrami yoki highlight? Oy. Короче, ochib ko'ramiz, bilmaydi ismini. Eva, dver закрой, доча. Dver закрой. Bu pudra emas ekan, nima ekan? Yuzga. Nima edi? Yuz ustiga sepib qo'yadigan, qizartiradiganchi. Shunaqa ikkita nimasiga nima esimdan chiqib qoldi, o'zbekcha nomi esimdan chiqib qoldi. Keyin aytaman esimga tushsa. Men buni oldin ishlatib ko'rmaganman. Buni ikkitasini oldim. Bittasini olmoqchi edim. Aytdi, oldin ishlatib ko'rmagan bo'lsang, davay ikkitasini ham ol dedi. İkkitasini ham oldim. Bu yuzni shunaqa namlantirib, oqartiradi, yaltiratadi, ajinlarga ham ketkazadi. Oltin maskada bu. Kollagenli maska. Ishlatib ko'rib, sizga aytaman effekti qanaqa bo'lgan. Bittasini olib ko'rmoqchi edim, ikkitasini olib. Bu poralarga. Menda yuzimda poralar kengayib ketgan, o'shani poralarni kichraytirib, tozalab beradi. Poralarning ichlarini yaxshilab tozalab beradi bu. Buni ham birinchi marta olib ko'ryapman. Oldin ishlatmaganman. Bunga pudra oldim, keyin mana shunaqa oppoq pudradan oldim o'zim uchun. Nima olmoqchi edim? Подожди, tonalli krem olmoqchi edim. U bilan hozir havo issiq, Koreyada shusiz ham havoni unaqa bo'lib turadi. Mana oppoq pudra oldim o'zimga. Qarang, juda zo'r ekan. Havosini ham bo'lgani uchun tonalli olmadim. Bu esa kollagenli maska. Buni ham anchadan beri ishlataman. Effekti вообще zo'r. Yuzimni zo'r yaltiratib, yumshatib qo'yadi. Ayniqsa quruq yuzlarga вообще zo'r bu maska. O'zim bir marta do'konim shu ishlatib ko'rgan paytda ishlatib ko'rgan, olib ko'rgandim. Kichkinasini olayotgandim. Bu safar erim nima qildi? O'zi olib bergani uchun kattasidan ol deb, katta korobkasidan olib berdi. Aslida kichkina korobkasidan olmoqchi edim. Ichida nima? 10 tami turadiganda. Hozir bu 20 ta turadi ichida. Erim kattasini ol, o'zim olib beraman deb. O'sha kosmetika magazinga olib borib, hamma narsani o'zi olib berdi erim. Pomada oldim o'zimga, Black pomada. O'zbekistonga borganimda labimni chizdirib kelgandim. Prosta yaltiratib turishga pomada olib keldim baribir. Shunaqa rangi ketib qolmasligi uchun mana shunaqa aranjment